Narxi arzon bo'lsin, Nexia 3 bo'lsin, navro'dlari bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana Nexia 3 avtomobilni topib qo'ydik. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, probegi 234 ming yurgan. Mashinamiz holatlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, to'rtta yangi balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlar, 4-pozitsiya diski balonlarda. Mashinamizga gazli uстановkalar qilingan. Salonlarga keladigan bo'lsanglar, akvaprintlar qilib qo'yilgan, tana chizilib, qirilib ketmagan. Mana salon ko'rinishlari, deflektor, akvaprintlar qilingan, rullar qo'yilgan, xrom knopkalar, pioner magnitofonlar qo'yilgan. Nechga signalizatsiyalari bor. Sedinkalar cho'kib ketmagan, probega keladigan bo'lsanglar, 234 ming yurgan. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsanglar, kapot krilosiga sepilgan, yuzaki ichiga o'tmagan, hamma joylar but-butun, bemalol o'zlaring uchun tekshirib olsalaring bo'ladi. Keyin mana shu ikkita oldi orqa eshigida kraskasi bor, perxot o'tgan. Mashinamizning tan narxiga keladigan bo'lsanglar, 91 million so'm etib belgiladik. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Naqd avtokreditga ham chiqadi. Bosh to'lovlari 10 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovlari 3 million 319 mingdan chiqibdi. Manzilimiz Jizzax shahri. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, kelib, ko'rib, baraka qilib olib ketishlaring mumkin.